Aziz do'stlar, men murabbiy boshqo'y futbol birlik va bir bozukun boshqo'y futbol birlik Muhammad Naim Said bu bozukga yo'qadilar. Avval doktor So'yib bilan murabbiydan suhbatlarimiz. Doktor So'yib aziz, bu yerda kimga taqdim qilasiz? Burada tamom avodorlarga, tamom tarafdoroy birlikka, qayerdan xorij az kishvar, dohili kishvar, har joyga tarafdorlari bor. Bu burada Shirinda tamom tarafdorlarga hammasiga taqdim qilaman. Bir musoyibaga Tamirot boshqo'y futbol birlikdan olmadim. O'zingiz aytib berdingiz. Birlik boshqosi necha fasl, 7-8 faslga noyob qahramon bo'ldi. Sevim dum bo'lib keldi. Badchons edi. Bu faslga birlik xo'sh chansmi yo badchons? İnşallah 90% xo'sh chans biz. İnşallah bu yilga inşallah bu yil timda inşallah ba umidi Xudo ikki bozda biz qolibdi. Ba umidi Xudo o ikki bozini ham yeltamiz inşallah. Men qavl beraman avodorlarga, tarafdorlarga. Ba umidi Xudo ikki bozni qolganimizdan yelti inşallah 100% birlik qahramonda pesh hammaga qahramonlikni tabrik aytaman. Tashakkur ustod. Sayyod aziz, o'zingiz biroz bozga yo'g'asiz, g'oyib asli ediz birlikka. Dalil yog'iz nimarsa edi va qancha qo'shilsizki biroz sadr jadvalni hifz qildinglar va 3 imtiyozni ham oldinglar. Bismillahirrahmanirrahim. Mavzuga xushollikdan aytsam-ki, men aslan hozirga ko'ylarni ichiga o'sha birontalarda ko'ylarni ichiga sig'mayman deb, hozir feranni ichiga sig'mayman men. Shuncha xushholman va duomiki yog'lig'imni dalili bu edi. Ilgari bozga mas'ul bo'lmaydi, oyog'im Bujilay nohiyasidan chiqib edi. Inshaalloh bir o'z men yog' edim, meni joyim to'ldi. Ham timlarim hammasi meni joyimda to'ldirib, nomi Xudo yaxshi bo'lon bozni qildilar va natijani ham oldilar. Xo'shbaxtona 3 imtiyozga bizlarga bo'd zarur, agar qahramon bo'lmoqchi bo'lsaydik, bo'd buni yelsaydik. Alhamdulillah bozni ham yeldik va qahramonlikka 90% ham yog'lashdik. Tashakkur. Do'stlar, men Ko'chak Karim Fardi birlikning yoniga borman. Oting nima? Ha? Alisino? Adisullo. Birlik tarafdorsanmi? Ha? Xohlaysan birlik qahramon bo'lsa bu yil? Ha? O'zing ham xohlaysan oyandagi shunday bir futbolist bo'lsang birlikka? Tashakkur. Xo'p do'stlar, bu bozni ham xatmiga chiqdi. Yana ham bir boz videogacha Alloh hofizini nigohlarimiz bo'lsin.